Xitayning Sharqi Turkistonda millionlagan kishini lager va turmalarga qamishi, yüz minglagan kishini majburiy emgak maydonlariga avatishi bilan odamsiz shahar va odamsiz mahalla o'tirg'a chiqmoqda. Xitoy ommaviy taratqularda tarqalgan bir sim ko'rinishida Turpan shahridagi egisiz qolgan uy va do'konlar ko'rsatilgan. Bir Xitoy tarafidan tartilgan videoda necha kilometrga so'zilgan bir ko'chada hech odamzod ko'rinmaydi. Uylar va do'konlar pechatlangan bo'lib, oz sondagilari ochiq bo'lsa-mu, lekin atrofda hech qanday odam yo'q. Bu ahvolga videoni tortgan Xitoy hayronligini ifodalaydi. Yaqinda Yer shari siyosat markazi tarafidan e'lon qilingan bir dokladda Sharqi Turkistonda 570 mingdan ortiq kishining paxta itizorda majburiy emgakka silinganligi oshkorlangan. Türkiye'de yaşaydigan Uyghur yaşlar 2020 yılı 13 ayının 18 gündən başlap Sharqi Turkistondagi lagerlarga qamalgan ailelerden xabar elish uchun yig'ilib, Xitoyning İstanbuldagi bosh konsulxonasi oldida namoyish tashkillanmoqda. Necha kundan buyon ularning ariz shikoyatlariga parvo qilmagan Xitoy konsulxonasi to'nugun sharmandachilarcha bir xat chiqarib ularga tahdid soldi. Uyghur faoliyatchilariga berilgan xatda ulardan atalmış bölgünçilik bayrog'idan voz kechganligi va Sharqi Turkiston so'zini ishlatmaydiganligini aniq ifodalash talab qilingan. Faoliyatchilarga berilgan xatda imzomi yo'q, tamg'imi bisilmagan. Xitoyning sistemalik bisimi va assimilyatsiyasi, shundaqla irqiy qirg'inchilik saviyasiga yetgan diniy, milliy, madaniyat va siyosiy jihatdagi bostirishlari dunyoning diqqatini tortmoqda. Milliy va madaniyat jihatdagi kamsitish va kishilik huquq dafsandichiligiga uchirgan Sharqi Turkiston xalqi Xitoy zavodlarida arzon emgak kuchi sifatida ishlatilmoqda. Xitoy 2022 yillik qishliq olimpik musobaqasiga tayyorlik qilayotgan bir paytda Uyg'ur, Tibet, Hong Kong va Xitoy kishilik huquq tashkilotlari Xalqaro olimpik komitetining rahbarlariga maktub yozib, Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligini nima uchun ko'rmasga soladiganligiga tushuncha berishni talab qilgan. Maktubda Xalqaro olimpik komitetining bu reallikni ko'rmasga selib kelganligini tanqidlab, biz buning sababini bilishni talab qilamiz deyilgan. Bu maktubni Dünya Uyg'ur Qurultiyi, Erkin Tibet Huquqchilar harakati, Xitoyda o'lim jazosiga qarshi turish tashkiloti, Xalqaro Tibet tori va Biz Hong Kongliklar tashkiloti qatorliq 5 tashkilot birlikda yozgan. Maktubda ta'kidlanishicha, ayni chog'da Olimpik komiteti Beijingning qishliq olimpik musobaqasi uchun bergan kishilik huquq va'dalarini ijro qilish ahvolini ular bilan o'rtoqlashadiganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo hozirgacha hech qanday uchur bermagan. Sürgünde yaşaydigan Tibetler, Amerika parlamentining Tibetlarning ma'naviy doisi Dalai Lamaning izbosarni saylash huquqini e'tirof qilgan qonun loyihasini tasdiqlaganligini qarshi olganligini bildirdi. Bu qonun loyihasi Xitoy virusiga qarshi 900 milliard dollarlik qo'llash plani va 1 trillion 400 milliard dollarlik xomchotning bir qismi bo'lib, bu loyiha Amerika parlamentining Avam palatasi va Kengash palatasidan iborat ikki qanoti tarafidan tasdiqlangan. Sürgünde Tibet hükümeti deb atalgan Tibet Merkezi Hükümetining raisi Lobsang Songhai Reuters agentligiga Tibet siyosiy va qo'llash qonunining Amerika Avam palatasi va Kengash palatasida ma'qullanishi tarixiy qadam deb atadi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin Amerika hukumatini Xitoyning ichki ishlariga aralashgan deb aybladi va qonunga imzo qo'ymaslik haqida ogohlantirganligini aytdi. Amerika parlamentida ma'qullangan qonun Tibet poytaxti Lhasada Amerika konsulxonasining ochilishi, Tibetlarning Dalai Lamaning varisini saylashdagi mutlaq huquqi va Tibetning muhitini asrash qatorliqlarni talab qiladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Hong Konglik o'qituvchi Nathan Launing Angliyadagi panohlik talbiga inkos qaytirib, Xitoyning ichki ishlariga aralashish urinishiga qat'iy qarshi turamiz dedi. Ministrlik bayonotchisi Wang mundaq dedi: Xitoy ichki ishlariga aralashgan, jinoyatchilarni saqlagan yoki Hong Kong adliya organlariga aralashgan har qanday odam, organ yoki davlatga qat'iy qarshi turadi. Nathan Lau Hong Kongda yangi bexatarlik qonuni yo'lga qo'yilishdan burun o'zi qatnashgan asosliq o'qituvchi guruhi Demosistodan ayrilgan. Xitoy adliya tarmoqlari 10 ayning 16 kuni uni qo'lga ilish uqtirish chiqargan.